O'zimcha pul ekonom qilaman deb bugun obedga hotlanch oldim. Sosiska oldim. Hotlanch 7,5 ming so'm ekan. Sosiska 6 tasi 35 ming so'm bo'ldi. Imamini 6 ming, 6,5 ming dedi. 6 ming so'm deydigan bo'lsak, kola 15 ming so'm, uzum 35 minglik oldim. Mana bu kofe 2,5 ming so'mdan bo'lganda 6 ta kofe oldim. Non 5 ming so'm bitta oldim. Keyin chupa chups 3 ta oldim. Qani qolgani chupa chupslarni 3 ta oldim-ku bolajonlarga. Mayli. Qurt mana solib beribdi. Sigaret oldim. Mana. Nonni tegi tushib qoldi. Bundan ko'ra issiq ovqat yesam bo'lar ekan. Shuncha pulga tushdim baba.